Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ajoyib bulichka retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Juda ham oson va tez tayyor bo'ladigan bulichka. Yumshoqqina bo'lib chiqadi, xuddi do'konlardagidek. Bizga kerak bo'ladi 1 stakan iliq sut, 1 dona tuxum, 4 osh qoshiq o'simlik yog'i hidsiz va 4 osh qoshiq shakar kerak bo'ladi. Va drojdan shunaqangi drojdan foydalandim. Pishiruvlarga ishlatiladigan drojdan. Endi bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Sutimizni sovulamiz. Sutni iltib olgandim iliq holatda. Iliq sutga shakar solib, birinchi shakarni yaxshilab eritib oldim, vinchikda aralashtirib. Va 1 dona tuxumimizni ketidan solib yubordim. Va ketidan o'simlik yog'ini ham solib yubordim. Hamma massani bir tekis aralashtirib oldim vinchik yordamida. Endi ketidan 1 osh qoshiq droj solamiz. Unchalik to'ldirib yubormasdan normada solamiz. Juda kuchli droj, tez ko'tarib beradi bu droj. Ko'proq shu drojdan foydalanaman. Qanaqa xamir bo'lishidan qat'iy nazar, 1-2 soatga qoldirmay tez ko'tarilib chiqadi xamir. Endi unimizni sovulamiz, yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng. Unda o'lchaganim yo'q, taxminan qilib soldim. Elidan o'tkazib olib, albatta bolajonlarimiz yaxshi ko'radi bulichkani yumshoqroq. Magazinlardan, boshqa shirinliklardan olib bergandan ko'ra uyda, uy sharoitida tayyorlab berganga kelmaydi baribir. Masalan, bulichkani do'konlarda 10-15 mingga olamizda kam bo'ladi. Uyda undan ko'ra 1 litr sut olib, o'shani puliga ancha bulichka qilsak bo'ladi bunga. Yumshoq xamir qilamiz, qattiq emas, yumshoq xamir bo'ladi. Qo'limiz yordamida yaxshilab qo'lga yopishmaydigan xamir qilib olamiz. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni ustiga salafan yopib, issiq joyga olib qo'yamiz. Men uyga olib qo'ydim. Atapelinani pechkani oldiga. 1-2 soatda ko'tarilib chiqdi. Ko'p emas, 1 soatga ham qolmadi menimcha. Endi xamirlarimizni olamiz, tovoqchadan olib, shakl beramiz bulichkalarimizga. Dumaloq qilib oldim. Qo'limni yog'lab, dumaloq qilib, uzun qilib mana shunaqangi qo'l yordamida yoyib oldim. Bulichkani shakli hamma har xil qiladi. Men shu shaklda qildim. Birinchi marta qilib ko'rishim bunaqa shakl. Chunki nachinka solmaganligim uchun shunaqa shaklga qilishga harakat qildim. Albatta bulichkaga nachinka solsa ham juda ham mazali chiqadi. Mana yana ozgina dam oldiramiz. 10-15 minut dam oldirganimizdan so'ng tuxumni sarig'iga ozgina sut solib ustiga surkab olamiz. Duxovkamizni nishorada qizdirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ustiga ozaro shakar ham sepdim. Duxovkamizga 170 gradusda 20-30 minutda pishib tayyor bo'ldi bulichkalarimiz. Azizlar, shunaqangi yumshoq bo'lib chiqdi. Yumshoqqina mazza qilib yeyishdi uydagilar.
Sizlar ham albatta bu retseptni tayyorlab ko'ring. Bulochkalaringiz bittada o'xshab chiqadi. Azizlar, agarda bu retseptimiz, ya'ni bulochka retseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta yaqinlaringizga ulashishni unutmang va kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni ham unutmang azizlar. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha sog'-omon bo'ling deyman. Allohga omonat bo'ling azizlar.